Yana mahalliy xabarlarga qaytamiz. Yurtimizda va qo'shni respublikalarda o'z san'ati hamda ijrosi bilan tanilgan Boburxon doirachilar ansamblining har yili jonli ijroda konsert berishi odatga aylangan. Ansambl chiqishlari va bir-birini takrorlamas ijrolari tomoshabinlarni ohangrabo kabi chorladi. Viloyat musiqali drama teatrida bo'lib o'tgan konsert tafsilotlari haqida muxbirimiz Farog'at Zoidova xabar beradi. Boburxon doirachilar ansambli tomonidan ayni vaqtda jonli ijroda Yurakdagi zarblar nomli maxsus konsert dasturi taqdim etilmoqda va bu yerda eng muhimi nafaqat O'zbekiston, balki Jizzaxlik doirachilar, shu bilan birgalikda tojikistonlik mehmonlar ham bor. Ayni vaqtda esa siz bularning guvohi bo'lasiz. Sahnada doira zarblari emas, balki yuraklar so'zladi. Zarblar qalb urushlariga uyg'unlashib, musiqa sadolari nafaqat eshitildi, balki his etildi. Boburxon doirachilar ansambli tomonidan taqdim etilgan Yurakdagi zarblar nomli jonli konsert dasturi milliy musiqaning tirik nafasini namoyon etdi. Bu kecha tojik musiqa san'atining zabardast namoyandasi Sattarjon Fozilov va uning izdoshlari ijrosida tojik terma usullari yangradi. Har bir zarb, har bir ritm asrlar qa'rida shakllangan an'analarni eslatdi. Shu bilan birga O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan mahorat doirachilar tomonidan taqdim etilgan sara asarlar sahnaga yanada rang-baranglik bag'ishladi. Tojik termalarining jarangdor sadolari o'zbek va tojik xalqining do'stligi, qardoshligi va mushtarak ma'naviy ildizlarini tarannum etgandek bo'ldi. O'ylaganimizdan ham ziyoda bo'lyapti. Mana Tojikiston Respublikasidan, Toshkent shahridan, qolaversa Qashqadaryo, har bir O'zbekistonning hamma joyidan doirachi ustozlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz tashrif buyurishgan. Oldinda yaxshi nomerlarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli qilib birgalikda tomosha qilasizlar. Ijro dasturimizda 16 tadan ziyod asarlarimiz bor. Unda ustozlarimiz bir dunyo tanigan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Abbos Qosimov bilan chiqishlari bor. Elmurod Islomov doirachilik maktablarining chiqishlari bor. Bizlardan tashqari tomoshabinlar juda yaxshi iliq kutib olishyapti. Konsert jarayonida doira ijrosida Sattarjon Fozilov, maqom yo'nalishida esa Ma'murjon Uzoqovning shogirdlari o'z mahoratlarini namoyon etishdi. Bir-birini takrorlamaydigan ijrolar, kutilmagan ritmik yechimlar va jonli musiqiy muloqot sahnaga alohida joziba baxsh etdi. Bugungi konsert men o'ylaganimdan ziyod bo'lib ketdi. Misol uchun 75-yillardan 1975-yillardan Jizzax viloyati Sirdaryoga kelgan paytimda bunaqa doirachilik yo'q edi. Mana yillar o'tdi. Doira san'atida bunaqa yo'nalishlar ochganimizdan keyin Jizzaxlik doirachilar shunga harakat qilishib, biz yo'limizdan borishib, chalishib, mana ukalarim Bobur, Adham harakat qilish shu darajaga olib kelishdi. Bu endigi hozir chalishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Men aniq aytaman. Oldin to'g'ri aytaman, Toshkentda kuchligida doirachilar, bular hozir hisob qolishmayapti. Oldida bo'lsa oldidagi, lekin orqada emas. Men bularga faqat omad tilayman. Jizzax viloyat hokimiyatiga, madaniyat bo'limiga shunchalik ularga sharoit berganiga, shunchalik konsertlar o'tkazib berishgan va e'tibor qilishganiga minnatdorchilik qilaman. Yana o'sha yangi O'zbekistonga mana ko'rib turibsiz, o'zingiz tinchlik bo'lgach doira sado sayrayapti. Tinchlik bo'lmasa doirani kim chaladi? Bu doira chalinsa o'sha bayramlardan, konsertlardan, to'ylardan darak beradi. Yurakdagi zarblar bu oddiy konsert emas, balki musiqa orqali aytilgan do'stlik qasidasi. Milliy san'atga bo'lgan muhabbat va hurmat ifodasi sifatida tomoshabinlar qalbida uzoq vaqt saqlanib qoladigan ma'naviy taassurot qoldirdi.